Xo'p, orsizlar, omonsilar, jonlarim. Jonlaring omonmi hammalaring? Borsinlar. Saligina bir-ikki narsani aytmoqchi edim. Ana men bir-ikki narsani avval misol olib kelay. Bir tanishim bu, bir yaxshi tanishim bu. Millati yevrey. Şura yashaydi. Biron vaqtlar gapirib o'tiraman o'shandan biron telefon qilib, biron narsa vaqti bo'lsa gapiramiz. Bir zo'r narsani aytdi-da menga, shu shuncha o'zini shu yevrey patriotizmi borligiga keyin so'radim-da, bir kuni men aytdim, shunoq patriotizmsizlar dedim-da. Keyin u menga tushuntirib berdi-da o'sha bir narsani. Dunyoga ming yillab yevreyni yeri bo'lmadi-da, oldilar yevreyni yerini oldilar. Hammani taqsim qilib oldilar. Yevreyni dunyoga titdilar-da. Dunyoga dedi. Titdilar. Neki yevrey musulmon bo'ldi, musulmon davlatiga bordi, katolikka katolik, xristiyaniga xristiyan, budizmga borgan davlatlarga ular qolib ketib, budizm din qabul qildilar o'zlariga. O'sha davlatlarning dinini qabul qildilar. Lekin yo'q bo'lmadilar-da. Chunki bir boshqa davlatlarga qo'ldilar. Men Samarqandga ham qo'ldi, Buxoroga ham bo'ldi. Mana shu Yevropa davlatlarining hammasiga ham yevreylar bo'ldilar. Dunyoga titildilar-da shuni. Titib yubordilar o'z yerlaridan. Ming yillardan keyin qaytib o'z vatanlarini qaytalab tikladilar-da shular. Men uchun ko'p keyin shu savollar bo'ladi, bir xil vaqtlar savol beraman. Bu meni bu yerdagi oshnom shu katolik diniga boradi. O'zi yevrey. Men qanoq shunoq qolgansizlar desam, bizni oilamizga yoki boshqa bir yevrey oilasiga qarga bo'lsa bo'lmasa, u qaysi davlatga bo'lsa, shuncha o'sha Samarqand, Buxoro o'sha zamoniga ko'p qattiq religiozniy davlat bo'lganki, yevreyga agar boshqa odam turgan joyga eshak minib yurish haq bo'lmagan. Shuncha haqlarini bosganlar. Bizlarga dinimiz nimadi, bu muhim emas dedi. Qaysi dingasan dedi. Bizga eng muhimi bir narsa sen kimliging dedi. Millating. Hozir ham bizni yetib pushtimiz ham shu davlatga yashagan deydi. Mana shu davlatga. Sho'rga yashaganlar hammasi sho'r. Men har kuni balamga yevrey kimligini, yevrey nimaligini va meni balam yevreyligini men tushuntiraman deydi har kun. Va har vaqt men balamdan o'z tilimga gapiraman dedi. Men shu narsadan xulosa chiqardimki, nima uchun ming yilga yevreyni yo'qotolmadilar? Yevreyni ming yillardan keyin o'tib yevrey o'z vatanini qaytarib so'zlaganini sababi mana shu edi. Lekin qalliq
o'z balasiga balam biz qalliqmiz, sen qalliqsan. Qalliq mana shunog'im bo'ladi, qalliq mana bu bo'ladi. Biz qalliqni tarixi bu, biz qalliqni boshqa narsamiz bu degan so'zni balasiga ayta olmadi. Chunki biz har bir narsa deydi-ku, Allah aytadi, tarbiyadan bo'ladi deydi-ku, har bir narsa tarbiyadan bo'ladi. Qalliq o'z vataniga turib, o'z yeriga turib, yerini ham berdi, tilini ham berdi, o'z madaniyatini ham, kulturasini ham berib yubordi, o'z yeriga turib. Eng katta ошибкасы mana shu edi. Zo'r allatganga tushdi-da yolg'onga. Nimaga deganga-ki, aytdilar-ki, musulmongarchilikka millat yo'q dedi. Biz bir millatmiz musulmon degan gap bo'ldi. Neki shu qatoriga qalliqda aqli olmadiki, boshqa odamlar kelib bularni yeriga millat yasadilar. Yo'q millatni yasadilar. Yo'q tarixga narsani, yo'q narsadan bir alfavitdan bir millat yasadi. Qalliqni yeriga. Qalliq bo'lsa nima qildi? Qalliqda aytdilarki, musulmongarchilikka bu millat yo'q, musulmongarchilikka sen devonasan millat deysan, sen millat desang sening imoning komil bo'lmaydi, sen kofir bo'lishing mumkin, sen kofir bo'lib ketasan. Sen aytma bu narsani. Yo'q, men shu musulmonman deb ketavergan degan narsaga qalliq ishonib o'z yerini, o'z narsasini berib yubordi. Keling, qalliq diniga qaytamizlar. Qalliq dini nima din edi o'zi? Qalliqda o'zi asl dini Tengriya bo'lgan, ya'ni Tangri dini bo'lgan. Hozir ham o'sha eskiroqlar agar quloq solsanga katta xotinlar duo qiladilar. Keyin Tangri Alloh qo'llasin deydi. Tangri Alloh deganda ular endi o'zi bir ta Alloh deganda Tangrini bir ta deb biladilar. Saligina qolib ketgan. Lekin mana shu Tangri Alloh qo'llasin deb duo qiladilar. Qalliq dini Tangri dini bo'lgan. Tangri nimadir? Tangri dinini buni shu o'zi kachevniy obraz, qalliq obraz hayotiga topilgan narsa bu Tangri dini. Osmon, oy, oftob, mana shu insonlarga hayot berayotgan narsalar bu insonga eng muhim bir narsa, muqaddas narsa hisoblangan shu narsa. Shu uchun ham qalliqni bayrog'i o'zi asli sariq bo'ladi, busi oq bo'ladi, qor va 9ta o'sha 9 qabilani 9 qabiladan bo'lgan har bir qabilani o'sha nimasi bu simvoli bu bo'lgan. Xolos. Qalliq uchun oftob bu muqaddas narsa bo'lgan. Shu uchun bayrog'ini ham oftobning ramzini oldi. Tangri dinini hali ko'p o'rganish kerak. Ko'p o'rganish kerak. Hozir aytib qo'ysan qalliqqa, yo'q, sen nima deysan, men kofir bo'laman, men do'zax ketaman deb bir gaplar aytib qo'yishi mumkin. Lekin u o'zi biladi. Lekin mana shu qabul qilgan dining seni bu dunyongni do'zax qildi, vataningdan qoldirdi, nomingdan qoldirdi, nishoningdan qoldirdi, oyog'ida tayi bo'lib, tanan tayiga qolib ketding mana shu diningdan. Xiti Qoraxonlik davlat qalliqlarniki singani ham sababi mana shu dinni. Avval siyosiy politik sel qabul bo'ldi bu narsa.
Undan keyin asta sindirdi, yedi. Hali aytadiki, bir narsa senga, bir begona narsa agar hurmat bersa, ertaga deydi-ku, la'nat ham beradi senga deydi. Chunki begonaning narsasi boshiga hurmat bersa, oxiriga la'nat beradi. Shuning uchun o'sha tojiklarga ham bir yaxshi gap borku, chizi mardim zebanda, men kashamegiram esha sharmanda deydi. Ya'ni bu din bizniki emas, qalliqniki emas. Va bu qalliqni beyish ham olib bormaydi. Men sizlarga to'g'risini aytaman. Qaysingni xafa bo'lishlaring mumkin, qaysing bilmayman, o'zlaringni o'sha qolib ketgan agar o'sha fikrlaringa bo'lsa, kofir deyishlaring mumkin. Bu kofir bo'libdi deysizlar. Nima desang aytavering. Neki qalliqni o'z dini, qalliqni o'z dini qalliqqa vatan bergan edi, qalliqqa hurmat bergan edi, qalliqqa obro' bergan edi. Va shu qalliq kaganatiga agar kirib shuni agar qarasang, o'zlaring hammasini boshidan shu alfabetini oxiriga davr. Nima uchun qalliq vatan qildi degan savol bu. Qanday qalliq vatan qildi? Chunki qalliqni shu motori bu o'sha fikri edi. Tangri fikri bu qalliqning motori edi. Endi o'lgan bobolaringdan so'raysizlar, endi mana keyin qanchasi beshitga ketgan, qanchasi nimaga ketgan. Lekin men uchun bobolarim o'tib ketgan bobolarimni fikrlari va ularning hayotiga mos kelgan, to'g'ri kelgan Tangri dini men uchun bu kayf din, addushi din, aqida, fikr. Bu narsa. Qolganini o'zlaring bilasizlar, qaysing nima deysizlar. Lekin 1000 yil o'tsin, milliard yil o'tsin, bir talaring o'sha o'qitilgan o'sha narsalarni birontasiga ega bo'la olmaysizlar. Chunki hammasi mana shu yerga. O'sha o'ylayotgan narsalaring hammasi mana shu yerga. Agar bir din bo'lsin, bir bilmayman, bir nima bo'lsin bo'lmasin. U seni huviyatingni yo'qotadi, seni millatingni yo'qotadi. Seni bilmayman bir narsangni yo'qotadi, harakat qiladi yo'qotishga. U meniki emas. Men uni qabul qilmayman. Shu narsa sabab bo'lib turibki, agar bizlarni yo'qolganini, sizlarni allati yolg'onga yiqilganlaring bo'lib, bugun o'z yerlaringa o'zlaring begona bo'lib yashayotgan bo'lsanga, boshqalarga huviyat berdi bu. Zo'r narsa. Lekin mendan huviyatni oldi bu narsa. Allatim. Nima? Islomga millat yo'q, islomga boshqa narsa yo'q deb, ya'ni shu narsalar yolg'onlar. Sizlarni soddaliklaringni, qalliqlarni soddaliklarini shunday olib kelib turib ishlatdiki, ikkita alfavitdan olib turib millat yasadilar, bor millatni yo'q qildilar. Mana shu narsa. Bu tomonni o'zlaring bilasizlar. Hali sizlar bu gaplarni qadriga yetmashlaring mumkin. Sizlar yetmaysizlar bu narsani. Sizlar tushunmaysizlar bu narsani. Neki sizlardan keyin kelayotgan bir necha pokoleniyadan keyin bu gaplarni qadriga yetishlari mumkin. Lekin sizlar yeta olmaysizlar. Bu gapni ma'nosini sizlar tushuna olmaysizlar. Hech vaqala aytadi-ku, u o'sha uyni deydi, o'sha betonini kach qo'yilgandan keyin devori ham kach ketaveradi. Sizlarning o'sha betonlaring kach qo'yilgan, devor kach ketadi. Tamom, boshqa foydasi yo'q. Lekin men bu gapni aytganim sababi buki, bu gapni vaqt kelib
Şayet 50 yildan keyin, 100 yildan keyin bu gapni qadriga yetaydigan nasl o'zi tug'iladi. Qallig'iki o'z uyiga, o'z balasiga kimligini tushuntira olmagan qalliq, hali bir tasi o'zimni xeshim bo'ladi. Go'daklari bilan gapirdi. Uyga borsam hamma go'daklari bilan gapiradi. Men aytdim, nima dedim, uni go'daklari bilan tojiki gapirasan, tinchlikdi dedim. Qalliqsan. Qalliq til kimga kerak deydi. Qalliq tildan ishing butmaydi deydi-da. Bir zamonga qalliq tildan Xitoydan tartib tamomiy shol kulib hamma davlatga qalliq tildan ishing butaydi. Nima uchun qalliq tildan bugun ishing butmadi? Chunki senga o'xshaydigan insonlar, menga o'xshaydigan qalliqlar, boshqalar biz o'z tilimizni saqlay olmadik. Lekin yog' joydan, yog' nomdan, yog' tilli chig'orib reshasini nara bera bog'lab, bizniki, bu bizniki, bu bizniki, bu bizniki, xuddi bakteriyalarga borib o'zlarining reshalarini bog'lab, mana shu shattalik qilib, talashlik qilib, shu topuq o'ziga resha qildi. Neki qalliqni bor reshasini qalliq o'zi saqlay olmadi. Bor reshangni saqlay olmadi. Har bir inson, har bir qalliq. O'shaning uchun men aytaman-ku, shu yevreyda bir dona yungi benomuslardan balandda, men uchun shaxsan bir dona yungi mana shuni yog' bo'lib ketayotgan benomus millatlardan birtasi shuni qalliq, o'shandan baland. Chunki yevrey balasiga har kuni, har hafta o'z traditsiyalarini ko'rsatadi, qiladi, ovqatlarini qiladi, boshqa narsa qiladi. O'z traditsiyalarini har kuni, har hafta balasiga ko'rsatadi, o'rgatadi. Balasini sen kimligini yodidan chiqarmasligini faqat kallasiga qo'yib turadi. Balam, sen yevreysan. Seni bobong falon, seni yering ana o'ri. Yevrey 7 pushti Polshaga tug'ilgan, sho'ra katta bo'lgan. 7 pushti, birtasi emas. Sho'ragini aytadi, meni vatanim Yeruzalim deydi. Men go'dagini so'rayman. Seni vataning qaridi desam, meni vatanim Yeruzalim deydi. 7 pushti mana bu yerda tug'ilgan. Men aytaman-ku, sen shu bir dona yunging-ku. Mana shu benomus millatlardan iki yog' bo'lib ketayotdilar. Yer o'z yeriga turib yog' bo'ldi. O'z yeriga turib yog' bo'lib ketdi. Neki dunyoga titilgan yevrey to'planib o'z vatanini qaytarib oldilar. O'shaning uchun aytaman-ku, men bag'ayrat odamni yaxshi ko'raman. Baqil odamni yaxshi ko'raman. Men uchun uni dini, uni fikri, uni boshqa narsasi men uchun uncha qattiq muhim emas. Chunki har bir insonning o'zini fikri bu, aqidasi bu, o'zini yashashi bu, stili bu. Neki baqil, bag'ayrat odamni men yaxshi ko'raman. Sababi insonning aqli bu, insonning g'ayrati bu, inson bu hayotga biladi nima uchun yashayotibdi. Na meni qallig'imga o'xshab, hali ertadan podagay deysan, kechqurun oxiriga bir xastaylab qo'yasan, chaymalib yotadi-ku mol. Molga o'xshab yashamaganlar-da. Seldan yashaganlar, sel bo'lgan. O, falon sel, yerimiz bor, vatanimiz bor, bizning yeri, biz egasi, bu yer bizning yeri, biz bu yerda egasimiz. Dev biz yevreymiz deb yashagan. Musulmon diniga bo'lib turib, yo'q katolik diniga bo'lib turib, ibodat qilib o'z yevreyligini yodlaridan chiqarmaganlarki, biz dinimiz nima bo'lsa bo'lmasa bu muhim emas. Bizning millatimiz muhim bo'lgan. Ya'ni shunoq yashaganlar. Bugun ham mana shunoq yashaydilar. Aytaman-ku, 7 pushti
Polshaga tug'ilib o'sgan, hozir balasi ham maydagina o'sha bir gapiradi. Sadik boradi, maktab boradi shekilli. Vataning qaradi desam, so'rasam, vatanim Yeruzalim deydi. Go'dak. Ya'ni bu namudu go'dakni shunoq tarbiya qiladiki, sen yevreysan, seni asli qarga bo'lsang bo'lmasang, yering bu. Seni bobolaringning yeri bu. Seni asli vataning bu seni deydi. Mana buni tarbiya qiladi. Qalliq o'z yeriga turib, o'z yeriga o'z tilini balasiga o'rgata olmaydi. O'z tilini balasiga o'rgata olmaydi. Bilasan? O'z yeriga turib qalliq o'z tilidan gapira olmaydi. O'z tilidan gapirishdi, u yotadi, balasi bilan boshqa tildan gapiradi o'z uyiga. Shu uchun ham aytadi-ku, qallig'ida Xudo rahmat qilsin deydi. Mana shu bir millat o'z yeriga begona bo'lib yashab, o'z yeriga Xudo rahmati bo'lib yashayotgan millat bu qalliq millati bo'ladi. Qalliqlar. Mana shunoq shattalik qilib, shunoq yolg'onlardan, tuhmatlardan sizlarni yog' qilgan va o'zlarini yog'dan bor qilib yasab, kimga aytaman-ku, men tarixni shunday o'qiganman, hammasini bilaman, kimga ta'alluqi bor, kimga ta'alluqi yo'q. Bular aytayotgan narsalarni birontasi bularga ta'alluqi yo'q. Yog' joydan olib kelib turib yasadilar. Yolg'ondan seni yog' qiladilar, o'z yeringa o'zing begona bo'lib yashayotsan qalliq. Buni ikki quloqingdan yaxshilab eshitib olgin. Senki o'z tilingdan, o'z balangdan, o'z tilingdan gapirishga uyotgan qalliqani o'ra. Ki men o'zi bilmayman. Sen o'zingni tilingga gapirib foyda bera olmagan odam, sen boshqa tilga gapirganingdan sen nima? Sen o'z qalliqligingni, o'zingni millatingdan uyotib, o'zing millatingni saqlay olmagan odam sen borib boshqa millatga foyda berasan, boshqa millatni saqlaysan. Ertaga uni boshiga bir agar problema tushsa, ta ko'ting burib qo'chasan. Nara qarab, o'zing boshqa millat olasan. Chunki sen o'zingni millatingga vafo qilmagan inson, sen hech vaqt borib millatingni alishtirib, o'zingni boshqa millat qilib, yo pul uchun, yo chiz uchun, yo vazifa uchun qilgan inson, sen uning uchun ham predatelsan. Sen o'zingni millating uchun predatelsan. Undan keyin borib agar tartiblarni qarasak, sen u uchun ham, u millat uchun ham sen predatelsan. Ya'ni predatel qoladi. Farqi yo'q, u boshqa uni boshqa nima fikri bo'ldi, nimasi bo'ldi, tili bo'ldi. Til sotgan inson o'zini tilini sotgan inson. U shu ko'tini sotgandan barobarda boshqa unga hech kim ishonib bo'lmaydi. O'z millatini sotgan inson unga boshqa ishonmagan. Chunki u inson o'zini millatini sotgan. Unga boshqa biron narsani ishonmagan. Chunki insonni o'sha iymoni, o'sha millati biladi. O'zini kim deb biladi. Aynan. Neki meni qallig'im o'z yeriga yashab turib, o'z yerini qo'llan berdi, o'z tilini qo'llan berdi, o'z nomusi qo'llan berdi, madaniyatini qo'llan berdi, farhangini qo'llan berdi qalliq.
Bugun qalliqni madaniyat farhangini olib turuv, qalliqni yerini olib turuv, hammasini qo'lidan tartib olib turuv, hattoki haq bermaydi qalliqqa. Qalliq o'zini bir millat deb sezishga bugun qara qanoq boshingga qarab o't qo'yadilar. Och kuchukka o'xshab ko'ryapsan, qanaqa o't qo'yadilar boshingga. Sen kallangni egib o'tirganing sababi bo'ldi. U sendan yaxshi edilar-ku, akajon deydi. Jiyan deydi-ku, bilasan nima uchun? Uchunga sen qo'yga o'xshab kallangga ko'tingga tiqib o'tirgan chenga sening boshingni silab turib, ko'tingdan itarib turadilar. Agar sen haqqingni so'ragin, sen haqqingni so'ragin. Mana shundoq chiqadilar. Boshingga zo'rlik qiladilar. Senga haq bermaydilar. Sen bir inson haqqini ola olmaysan. O'zingni millatingni himoya qila olmaysan. O'zingni huviyatingni himoya qila olmaysan. Ayta olmaysanki, men qalliqman deganing uchun to'ra keladilar. Seni o changni ham, boshqangni ham hammasini kerak bo'lsa so'kuv chiqadilar. Joying topsa o'ldiradilar, kerak bo'lsa. Joying topadi, o'ldiradilar. Yolg'on narsani seni boshingga biz millatmiz deb o'rtadilar. Sen ana shu yolg'on millatga ko'tingni sotib o'ynab yuraysan qallig'im. O'z yeringga begona bo'lib yashaysan. O'shaning uchun aytaman-ku, mana shu yevreyni bir dona yungi sizlardan baland bo'ladi-da, shuni qarab tursang. Bir dona yungi. Ming yillar dunyoga titilib yashaganlar o'zlarini kimligini yodlaridan chiqarmadilar, unutmadilar. Balalariga faqat sensan deb o'rgatdi. Sen yevreysan deb tarbiya qildi. Seni millating mana shu deb tarbiya qildi. Bilasan. Lekin boshqa davlatlarga bular surg'un bo'ldilar. Mana shunoq insonlarni qo'lidan surg'un bo'ldilar, boshqa joylarga yashadilar. Ozov tartdilar, haq bermadilar, o'ldirdilar, qirdilar. Hamma narsani boshiga ortdilar. Lekin o'z yevreyligidan atkaz qilmadi. Balasini yoshilligi ham bo'lsa, uyning ichiga kirib, "Balam, sen yevreysan, sen yodingdan chiqmasin, bu biz traditsiyasi, bu bizniki, bizni yeri bu, falon yerlar bizniki, biz yerlarning egasimiz, biz vatanimiz bu. Biz bir kun emas, bir kun vatanimizni qaytaramiz." Shu umiddan 100 pokoleniya yevrey o'lib ketdi. Ki biz bir kun emas, bir kun vatanimizni qaytaramiz deb. Men bu aytganim mana bu qilinayotgan ishlarni opravdat qilish emas. Bular kambudlik, bu narsalar bu. Neki bu narsalardan 1 million barobar ziyod yevreyda haqqiga qilingan. Dunyo yevreyni yomon ko'rgan, dunyo yevreyni o'ldirgan. Kimga kasatsiya qiladi, qilmaydi, yevreyni o'ldirganlar. Bu narsani hamma ko'zini yumadi. İnsonlar diniy sifatdan qaraydi, religiozni qaraydilar. İnsonlar bilmayman qaysi bir boshqa narsadan qaraydi. Lekin men bir odam sifatiga, bir millat sifatiga bir millatni qaraymanki, mana shu bugungi meni kunim, hali meniki ham yaxshiroq endi hali. Meni qalliqlarim o'zi dabrovolna o'zlarini sotib ketyaptilar. Bu problem emas endi bu. Hali endi ko'ramiz endi. Qalliq tirik bo'ldi, yo'qdi. O'zi endi bundan keyin ko'rinadi. Endi bu bir nima deydi? Buni biron qalliq reaksiya ko'rsatsin. Ko'raylik, tojik tog'alari olib borib turib, ko'tiga cho'v urgandan keyin biladiki, tog'alari qancha tog'a zo'r tog'a ekan. Tog'a deb yuradilar-ku, tojiklar tog'a deydi. Tog'a deb qo'yadi. Hali qon ko'ramiz, qon bir tog'alari qoni endi bir ochiqdan ochiq itarishni boshlasin. O'zi avval boshlarini silab itarib turaydi-da, muloyim sezmaydi qalliq. O'zi qoni birontasi to'ra keladi. O'z huviyati uchun, o'z millati uchun, o'z yeri uchun, o'z nomusi uchun, o'z tili uchun to'ra keladi. Nemacha bu bizning yeri. Xo'p, nima uchun birga bizda haqqi yo'q ekan? Nima uchun bizning nomi yozilmaydi? Nima uchun biz millatmiz? Millat bo'lmay
ekanmiz degan qalliq bo'lsa agar, buni ko'ramiz tog'alari qancha hurmat qiladi, qancha tog'alari aytadi, "Ha, endi shaytonlik qilib qo'ysam, ha men bilmagan ekanman, borakansan, keyin yozamiz, keyin bu yerda sening nomingga o'tib qo'yamiz, keyin mana bu yerda sizlarniki bo'ladi" deb buni ko'raylik, buni tog'alari qanday bilalariga olib berdi qilar. Men 100 marta aytaman, men sud yeriga, sud istoriyasiga pretenziyam yo'q, chunki действительно qadimiy istoriya. Действительно. Yoki Badaxshon, bu qadimiy istoriya. Men bunga pretenziya yo'q. O, какое-то время bir 300 yil bizni qo'liga bo'ldi bu yerlar, qalliqlarni qo'liga bo'ldi. Biron problemasi yo'q, nomasi. Neki asl bular qadim o'zlarini yerlari, o'zlarini nimasi deydi? Joylari. Bunga pretenziya yo'q. Lekin men asl o'z yerimga pretenziyam borki. Vasiliy, bu meni yerim. Bu bizni yerim. Men buni tarix bilan isbot qilib beramanki, biron vaqt bu yer biron Fors imperiyasiga kirmagan. Biron Fors imperiyasiga bu yer kirmagan. Mana shu bugungi Tojikistonni yerlari biron vaqt tarixga Fors imperiyasiga kirmagan. Biron marta kirmagan. Qaysi olib kelsin, men dokazat qilib beramanki, bugungi Tojikistonni yeri Fors imperiyasiga kirmagan, birontasiga. Qancha imperiya bo'lsa kirmagan. Somoniga ham kirmagan bu yer. Какой-то bir 15-20 yilcha bu где-то to mana shu Hisorlarga davr Somoni bir 10 yil 15 yil bir urush qilib olgandan keyin urush qilib qo'llan boy bergan. Где-то bir 5-10 yil. Tamam. Men buni isbot qilib beraman hammasi. Bu yer biron Fors imperiyasiga, Fors davlatdorligiga bu yer kirmagan. Bu yer azaldan Xitoy imperiyasiga kirgan. Xitoydan keyin Qalliq kaganatiga o'tgan, Qalliq kaganatdan keyin Qoraqo'rlik, dalshi hammasi shu turklar yerlari bo'lgan. Daji laqaylar bu yerlarga bulardan allin kelganlar. Laqaylar bulardan allin bu Tojikiston yerlariga kelganlar. Biz prosto o'zimizni ko'timizni sotib, va shu yurdiglar tog'larning ichiga qo'y boqib, qaramadik orqamizda nima bo'layotibdi bizni yeri, qo'shilmadik. Tamam. Asta bular yugurdilar, aqqa bordi, busi bordi. Endi hovur yerga yashaganlar, bular asta yugurib ketdilar. Biz bo'lsa qolib ketdik baqqa tog'larning orasiga. Shuning uchun bu yer Fors imperiyasiga kirmagan yer. Tarix bo'yinan mana shu aynan mana shu Tojikiston yeri. Perevalan bu tomon sug'da aytmayman. Misol Badaxshonning yerini aytmayman. Badaxshonning ham qaysi bir qism yerlari keyin Badaxshonga o'tgan, chunki avval bo'lmagan yer Badaxshonda. Bir qism yerlari, pas yerlari keyinroq o'tgan. Baxa bironta Fors imperiyasiga kirmagan. Yo'q. Men hamma tarixni ko'ryapman. Xaritalar yerlari bilan qarlaga bo'lgan imperiyalar. Mana shu yer birontasi faqat Xitoy, Qalliq kaganatlar, turklar, qalliqlar, Qoraqo'rliklar mana shular bo'lgan bu yerga. Bu bizni ajdodiy qadimiy yerimiz deydi. Kimni bilan ajdodi, qaysi ajdodiy yerlari men bilmayman buni. Lekin bu yeri bo'rlar kirmagan. Afg'onistonning ham bir qism yerlari men to'g'risini aytaman, chunki o'rlarni men ayta olmayman, qaysi polnosti nima bo'lganini. Chunki ular bir qadim bir zamonlardan ular Fors imperiyalariga ta'alluq bo'lgan yerlar o'zi. Asli Fors imperiyalariga ta'alluq bo'lgan yerlar. Qaysi bir mana shu u zamonga bu Badaxshondan doirani u tomon bu tomonidan o'sha Badaxshon mana bu nimalar hammasi birta bo'lgan. Bu qaysi bir vaqtlarga o'sha bir 300 yil Qalliq Qoraqo'rlik davlatiga podchinatsiya qilgan, как автономный
oblastda bo'lib pachinyatsiya qilgan, o'zlari hal qilgan ishlarini внутренний problema delarini neki bularga qarashlik bo'lgan. Afg'onistonda ham bir qismat yerlari va bugungi Badaxshonku u tomon bu tomon u tomonlari bilan tam bir mana Budda boku Afg'onistonda bir Budda bor edi, yordilar, toliblar yordilar o'sha dindorlar. Mana shu Budda shu yerlar asl o'zi Xitoyniki bo'lgan. Ya'ni polni Xitoy destvasiga bo'lgan. Bulardan turklar urushi keyin bu yerlarni olgan. Bomyon deydi, nima deydi? Bomyon deydi o'zi nimada? Bularni keyin turklar olgan bo'lan qo'lida. Va o'sha chenga davr bular Xitoy territoriyalari bo'lgan. Xitoy imperiyasiga qaragan territoriyalar bo'lgan. O'zi bular keladi aytadi, biz buddist edik deydi, biz u edik, biz bu edik deydi. Любой joyga o'zini burab yoradiki, shu ish qilib o'sha tarixga o'ziga to'g'irlash uchun. Lekin ana bu yolg'on narsa. Nimaga deganda elementar tarixda shu imенно religiya temasini, chunki tarix ko'p. Tarixda nima o'zi bular faqat tarixda bir nolishni aytib yuradilar. Bura mana Amir Temurdan deydi-ku, biz ozov chekdik, biz o'ldirdi, ko'ydirdi, yondirdi deydi-ku. Chingizxon deydi-ku. Chingizxon u territoriyalarga bormagan axir. Mana bugungi Dushanbe, Xatlon Chingizxon Sug'dga kelgan. Shu nima bo'lgan bo'lsa Sug'dga bo'lgan. O'zi mana bu Sug'di istoriyasini o'zlariga yozib yotibdi ki bizlarni o'ldirdi Chingizxon deydi. Bizni o'ldirdi deyapti-da. Sug'd boshqa, bular boshqalar. Sug'di va tarixi boshqa. Bu Sug'dlarning tarixi. Chingizxon kelmadi. Bu Sug'di tarixi. Bu boshqa odamga daxli yo'q. Hozir bilmayman bir odam to'ra keladi. Bilma qaysi bir joyda men forsmani, biz forslarni o'ldirdi. Kim o'ldirdi? Chingizxon o'ldirdi. Qara o'ldirdi desang, Sug'dga o'ldirdi deydi. Qoni menga Sug'd tarixidan topib begin, sen o'shara bor eding, yo'q eding. Yo'q, o'zini o'shanga yopishtiradi. Bor, bizning avlodlar deb qo'yadi. Biz ularni avlodimiz deb qo'yadi. Xolos odamlar o'zlariga tarixni yasaydilar. Neki qalliqdiki bu qalliq faqat o'z tarixini saqlay olmayapti. Qara olmayapti, sozlay olmayapti. Hozir bir chig'inga qoni aytingki, biz tarixi bor ekan degan. Bir tak chig'inga. Agar o'ldirmasala kelib, nima desanga dey. Nima uchun? Chunki sizlarni indamay turganiga boshingni silab turib, itarab turib o'zlarini yasayapti. Sen agar to'rakegin men ham bo'lman degin-ku, shular qatori. O'sha kuni seninle urush qiladi, o'ldiradi. Nima uchun mana shu Badaxshonga bo'lgan narsalar, voqealar aynan mana shu narsalar sabablar bo'ladi. Ular aytadi, biz millatimiz, bizda tarixiy ko'hna. Ular xohlamaydi o'zlarini tojik deyishga. Ular majbur sizlar tojik deydi. Shu uchun urayotibdi. Shu hamma kambudilik mana shuni boshiga. Hali erta akşam Sug'd to'ra keladi. Sug'd agar o'z tarixini qaytib o'qisa, o'zlarini agar bir bilsalar, o'zi internetdan ham topadi. Erta to'ra keladi, Sug'd aytadi, biz tojik emas akamiz deydi. Biz Sug'di akamiz deydi. O'zi agar pomirliklarni agar o'zi istoriya bo'yinan qarab kelsak, pomirliklar fors ham emas. Agar forsi zabon deb qarasak, fors tili, pomirliklar fors ham emaslar. Bular forsi zabon ham emas. Nima uchun Porsi zabon deganlar? Mana Xorazmni ham Porsi deganlar. Bu o'tiriq yashagan insonlarni Pors deganlar. Yurgan insonlarni Kashemnini. Agar o'zi o'ris tiliga olib qarasaklar, bu narsani taqsim qilish oson bo'ladi-da. Asedli yozik, Kachevni yozik bo'ladi. Porsi degani asedli yozik, Turki degani Kachevni yozik. Bu shuncha so'z. Asedli, Kachevni. Bu biron boshqa ziyodiy ma'nosi yo'q. Shu sababdan o'sha o'tiriq yashaydigan insonlarni bularni nima Porsi zabon dedilar. Porsi til dedilar. Kachevnilarni Turki til dedi. Xolos. O'sha aytayotmanku, oddiy Kachevni asedli yozik, Kachevni yozik degan narsa. Bundan ziyod narsa bermaydi. Turk degan narsa bu biron alohida biron kitob, biron dunyo yo biron odamning nomi, biron yerning nomi, xudoning nomi, payg'ambarning nomi degan narsa emas. Turk degani просто kachevnik degani. Turk degan so'z kachevnik degan so'z. Asedli degan
Fors degan so'z. O'sha zamonga shu mintaqalarga Fors turk deydi. Ya'ni Kachevni, Asedli degan so'z. Shu pomirliklarni Forsi dedilar. A tili agarki mana bugungi Eron tiliga yo bu tiliga bularga shu tilni sulolasida desak, bu уже вопросga ketadi. Yo'q, men aytaman yo'q. Bular boshqa til sulolalari ki yo'q bo'lib ketdi. Mana shu qalliqqa o'xshab yo'q bo'lib ketgan sulolalar shu bir qismati shu Badaxshon shu tog'larning orasiga saqlanib bo'lib qoldi. Bular aralashdilar faqat Asedli shu targovli yo'llari bilan aralashdilar bu tillar. Qalliqni tili ham mana shunaqa bo'ldi-da, shu tog'lar orasiga tirek qoldi. Boshqa joylari, hovur joylari, boshqa joylari o'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Boshqa nomlarga almashib ketdilar. Mana shu tog'larning orasiga tirek qolgani shu qalliqlar. Shu Pomir tili ham tog'lar orasiga tirek qolgan. Men buni chunki agar o'zi Eroniy til desak, agar Eroniy gruppa tilga yotadi desak, mana shu tilga yotmaydi bu tilga. Chunki boshqa. Gruppasi boshqa bu. Buni faqat kovlash kerak, topish kerak. Faqat buni qancha o'sha istoriyani kovlash kerak, vaqt kerak buning uchun, pul kerak buning uchun, komanda to'plash kerak, buning uchun borish kerak, Xitoy borish kerak, boshqa arxivlarga borish kerak, buni kovlash kerak, sentr kerak, buni analiz olish kerak, har bir tasini ko'rish kerak. Chunki biron qadimiy dokumentlarni agar qarasang, misol olaylik, bugungi tojik degan nom yo'q. Bu 18-19 asrga yasalgan nom. Aniq 18-19ga konkretna 18-19ga bu nom yasaldi. To o'sha vaqtga davr bu nom o'shandan alingi dokumentlarga bu nomlar yo'q. Yo'q bu nomlar. O'shaning uchun yo'llanib qalliqlar. Bu narsa ko'p. Hozir men bu narsani aytaman. Qaragan qanaqalar meni dushman deydilar. Men haqiqatni aytyapman. Men bularga dushmanman. Lekin bular yolg'onni so'zladilar. Men bular dushman demadim. Chunki men aybim edi, meni qallig'imni aybi edi. Aytma deb edi, sen nima yolg'on so'zlayapsan? Asta-astada tog'ajiyan. Bugun mana keyin dokument berish boshlandi, dokumentlar boshlandi. Qalliqni nomini, qalliq deb millatini yozmadilar. Bilasizlar, asta yo'q. Bugun ishga borsang, bu deydi millating tojik deydi. Keyin asta bugun yerlarni hammani. Men Tunog'nam aytdim-ku, Tunog'ga nimamga aytdimki, bu yerlarni hammasi nomlari dokazat qilib beradiki, bu yerlar hammasi turkiy va qalliqlar yerlarini. Chunki bu yerlar biron vaqt tarixga biron Forsi imperiyaga kirmagan yer. Ya'ni bu Eron tillik imperiyaga kirmagan yer bu yer. Qalliq qalliqlar gunogun alfavitdan ishlatilganlar. O'zlarini agar qadimini olsak, o'sha turkiy runiy bo'lgan, ulardan ham ishlatilgan, boshqa alfavitlardan ham ishlatilgan. Eng shuncha davlat imperiya qilib turib, o'zlarini alfavitini ya'ni shakllantirmadilar-da. Shu narsa. Chunki bularga osonroq bo'lib qoldi. O'sha aynan shu islom dini kelgan vaqtga davlatni, hukumatni arab alfaviti tayyor kirib keldi. Hali nima deydi? Hozirgi zamonga olib aytsak, o'zi mana magazinga tort bor, bluchka bor, hamma narsa bor. Shunaqa magazinga kirasan, olasan, yeysan. Shunaqa emasdi. Uni uyga tayyorlab, ozov chekish shunaqa bo'lgan. Chunki qalliq imperiya bo'lgan, hamma narsasi bu narsa. Ular o'zlarini qiynab, til yasaymiz, bilmayman, u yasaymiz, bu yasaymiz bo'lgan, faqat bishmagan, xom. Kam bo'lgan, yasalmagan. Hatto allangi nimalar bor-ku, sifrlar bor, allangi
Şöyle 1-2 minut tursam. Alıngi sifirlab oku x 1 2 xit mana shundoqda bishmagan u alıngi bishmagan sifir. Chunki ularning noli yo'q, pura to'lolmaydi-da. Hisob kitobga qiynalasan. O'shanoq qalliqda o'zini tag'am qaysi bir til egasi ham bo'lgan, qaysi bir alfavit Mahmud Qashqarining Divan al-lug'atiga o'sha narsalar hammasi yozilgan. O'sha narsadan ham Mahmud al-Qashqari ishlatgan. O'sha nimani yasash uchun. Shu Divan al-lug'at shu turkiy nimani yasash uchun shu bir Mahmud Qashqari shura ish qilganda turklarning ichiga. O'shani ham bo'lsa yana arab, forsi tili bilan yozilgan. Ya'ni sizlar tasavvur qiling. Faqat bularga shu boy qanaydi? Boyni uyiga hech ish qilgisi kelmaydigan hamma narsani sotib oladi. Aynan imperiya bo'lgani uchun bularga shu osonroq bo'lgan o'sha tayyor narsadan olib ishlatishgan. Bular o'ylamaganlar-da orqalarini. Eng xatolari nima bo'lgan? O'ylamaganlarki biz o'zimiznikini yasashimiz kerak. O'sha uchun ham mana shu fors tillari, mana bugungi tillar, mana u shoirlar, shular hammasi shu fors tiliga ijod qilingan. Bular hammasi sponsorlik, qo'llangan, quvvatlangan, chug'urilgan, dunyoga ko'tarilgan. Bu yerlarga o'zi asli turklar bo'lgan. Turklarning eng katta minusi mana shu bo'lgan. Chunki bir tarafdan bular kachevniy obraz hayot olib borganlar. Bular faqat shu yerlarni olganlar, zo'rlik bilan, shu quvanan dolyani be yashayvergin. Tamom, sen nima qilsan qilaver. Aralashmagan, bularning siyosiy ichlariga aralashmagan, tegmagan. Mana bugun o'zi Tojikistonga qalliq paprovit qilsin, bir qalliq maktab ochaman desin. Yo bilmayman, men o'sha eskilarimdan tariximni yozaman desin. Joyga o'ldirib yuboradilar. U chenga bunaqa narsa bo'lmagan. U chenga mana Abu Ali ibn Sino qancha agar shu ishlarni qilgan bo'lsa, bu qoraxonlik davlatiga bo'lgan. Bu Wikipediyaga ham qarasang agar ba'zi bir joylariga endi keyin kiritizilgan narsalar, bular nima bo'ladi? Tarixdan qarasang bu qoraxonlik davlatiga yashagan Abu Ali ibn Sino. Hozirgi agar qarasang придворный Samonitskiy государство deydi. Uchenga Samonit государствоsi bo'lmagan, уже butu bo'lgan uchenga Abu Alining vaqtiga. Allohu akbar bo'lgan uchenga qoraxonliklar olganlar uni. Misol olaylik, 976-yil Samarqandda oladilar qoraxonliklar. 980-yil Abu Ali ibn Sino dunyoga kelgan. Tavalludidan, tug'ilgan kunidan qarasak. Hop. 999-yil Axron boshqa shu Samarqand, Buxoro ham qo'ldan ketadi Somonini. Bu qanaqa bu uni uyiga bo'lgandi. Bu Somonini ko'rmagan ham o'sha. Axron o'sha 10 yil 15 yil o'sha u Buxoroga как закрытие girdini polni u tomoni qalliqlar, bu tomoni qalliqlar, hammasini bosib olgan qalliqlar, suvdan qo'ldan ketgan, Samarqand ham qo'ldan ketgan, hamma joy qo'ldan, bir Buxoro qolgan, Buxoroga qolgan, tamom. Bu qanoq Abu Ali ibn Sino tarix bo'yidan agar qarab ko'rsang, eski dokumentlarga bu qoraxonlik davlatiga yashaydi, qoraxonlik davlatiga tug'ilgan. Ammo hozir bular tarixdan olib turib o'sha Wikipediyaga urgan Abu Ali ibn Sino yozsang, сразу придворный Samonitskiy государство chiqadi. Uchenga Samonit государствоsi bo'lmagan, Sino bo'lgan Samonit. Allohu akbar bo'lgan. U qanoq o'rga bo'lgan. O'lgan yilini qarasang, Somoni ulardan o'lib ketgan. Keyin o'lgan. Qanoq bu Somonini davlatiga придворный bo'lib ishlagan. Придворный Samonit bo'lgan. Yolg'on narsalarni tiqqanlar, pixat qilganlar-da Wikipediyaga. Lekin asl bu narsalarni ko'hna dokumentlardan qarab chiqasan-da, ko'hna tarixlardan qarab chiqasanki, qariga to'g'ridir, qariga xato. Shu allingi dokumentdan agar hozirgi gaplarni agar qo'yib chiqsa, chunki ko'p narsani keyin shu qurut bizniki deb kuni ham qurut deb yozuv internetga, Facebookga qo'ysamki, qurut bu turk tili, bu qalliqdiki, bu qanoq qurutov natsionalniy ovqat tojiki bo'lishi mumkin deb qo'ygani bu. Hammasi to'g'ri kelib, men ustimga o't qo'yib ketdilar birdan. Qurut bizniki deydi.
Mana ham dokazat qil. Hay shu o'rgangan narsada, shu talab olish, shatalik qilish, zo'rlik qilish, o'rganilgan narsa o'rgangan ko'ngil o'lganga qoladi deydi. O'rgangan narsa aytmaydi, u yot, sharm, hayo narsa yo'qki to'xta. Haqiqatan shularniki yo'q, sizlarniki, hay bu Turkniki, mana bu hay biz birlashganmiz, yashayotdik, ishlayotdik. Bu shu bizniki, shu natsionalniy aralash. Chunki seni nomingni yo'q qilish uchun kushish qiladi, bu meni o'zimniki toza deyishga. Seni yo'q qilib ketyapti. Agar men o'z tarixim uchun, o'z yerim uchun agar maydonga turganimga, men bunga agar dushman ko'rinsam ko'zlariga, bular значит necha yuz yillar bular dushmanlik qilib kelyotganlar meni. Meni yo'q qilishimga, qalliqni yo'q qilishga, qalliqni bugun priznavat qilmaydilar. Bugun qalliqqa qalan aytaman, qalan bir oblastda, qalliq oblasti, Xatlon oblasti deb qo'yibdi. Albatta o'sha Xatlon to'g'risiga bir varaqlamoqchiman. Nimadi bu qardanni, kimni bu, nimadi? Nimaga shu Xatlon qalliq oblasti bo'lmaydi aqalan? Nima uchun? Chunki qalliqni yo'q qilish kerak, dakansa. Lekin biz ham dakansa turibdik. Mana shu 21-asr, mana shu shaklma axron qalliq asri bo'lishi mumkin. Buni aytaman, bu shu oxirgi qalliq asri, 21-asr. Chunki qalliq достаточно sotilib ketdilar. Достаточно o'z bolalariga qalliqligini o'rgata olmadilar. Qalliq tarbiyasini bera olmadilar. Boshqa shu pridvorniy, ko'cha supurgich, arava tartgich, ko'chmanchi, tana, nost chekkandan keyin nost tuflagich topmasa, qalliqni ustiga tukurib yo'raydigan bo'ldi. Bugun qalliq o'sha nost tukurgich bo'lib qoldi. Shu nima g'ajlik bo'lsa, qalliqni ustiga tukurib yo'radilar. Oson. Haq bermadilarki, qalliq o'z tarixidan xabarli bo'lsin. Mana yuribdi qalliq nost tukurgich bilan. Bugun men o'z haqimni aytsam, men dushmanman. Anaki ular dunyoga o'z haqini aytsalar, ular pravlar. Ular pravlar, ular o'z haqini aytib yuribdi. Men aytsam, men dushman bo'laman. Ko'ryapsizlar, fikrlari qanog'ini. Ular aytsa normal, men aytsam dushmanman. Ustinga o't qo'yib ketadi hali talayto'g'on kuchukka o'xshab. Bilasizlar? Nima uchun? Chunki soglasitsiya qila olmaydi. Agarki biladilarki bu narsani asli chiqsaki, bu yerlar biron vaqt biron mana shu Eroniy til imperiyalarni ta'siriga bo'lmagan bu Tojikistonni bugungi yerlari deb bilsalar o'zlari, bular o'zlari biladilar, bilmaydi emas. Yaxshi biladilar. Shuni xo'shlay biladilarki, bu yerlar biron vaqt biron Eroniy til imperiyasiga tegishlik bo'lmagan yerligini o'zlari yaxshi biladilar. Shu uchun sizlarni yo'qotadilar. Agar bular bilsalarki, bu yerlar qadimdan bularga tegishlik, bular sho'rga bo'lganlarini bilsalar edi, keyin biz ko'chmanchi bo'lib kelganimizga bularning orasiga, bular normal bizga qo'yaydiki, o'zimizni ko'chmanchi tariximizni bilishni qo'yaydilar. Nima uchun? Bizni tarixni bilgani qo'ymaydilar, yo'qotadilar. Chunki bizni tarixi agar asl tarix bilsak, bu yer bizni yer bo'lib qoladi, bular o'zlari ko'chmanchi bo'lib qoladi. Asl sabab mana shu. Agar men ko'chmanchi bo'lganimga edi-ku, spokojna meni tariximni yozaydilar, ko'rsataydilarki, sizlar ko'chmanchilarni biz yo'l berganmiz deb. Bizga tamam o'zimizni tarixini har kuni ko'rsataydilar. Har kuni maktablarga dars beraydiki, sizlar ko'chmanchisizlar, biz sizlarni yo'l berganmiz deb. Mana bu yerdan kelingan bobolaring, bu yerdan keldi, mana bu yerdan kelgansizlar, mana tarixlaring deb, mana bu tarixni ichiga yozaydi, maktablarga dars beraydilar bu tarixdan. Agar biz ko'chmanchi bo'lganda. Chunki biz ko'chmanchi bo'lmaganimiz uchun bizni tarixini polni o'chirganlar. Polni o'chirganlar, yo'q qilganlar, maksimal zaglushit qilganlar. Maksimal. Eng achinaydigan joy, eng alamligini bilasizlar nimada? Qalliq o'z qo'lidan yanlariga tikka turib yordam berib kelyapti. O'zini yo'qolishiga
o'zi yordam berib kelyapti. Laqay qalliq o'z yo'qolishi uchun o'zlari yordam berib kelyapti. Meni terrorist dedi. Agar sen qalliq bo'lsang, to'raka, qanday isbot qilib edi? Dokazat qilib edi. Nima uchun sen uni terrorist deyapsan? Qanoq sen qalliqni terrorist deysan? Nima qilganini? Sen dokazat qil olasan aytgan gapingga deb tinut qil. Erkak bo'lsang qoni. Tinut qil uni. Berekedi. Davay isbot qilasan bu narsani deb. Chiqing maydonga, so'ranga isbot qilsin meni terroristligimni. Men o'zim kelaman. Sizlar maydon chiqing, talab qilingki, isbot qilib bersin sizlarga. Dokazat qilib bersinki, men shu vatanga xiyonat qilganimni. Bilasizlar nima uchun maksimal bu narsalarni qilib yo'qotadilar qalliqlarni? Xiyonat qilgan vatanga dushman, vatan dushmani, vatan xoini deb. Bilasizlar? Chunki biladilarki, men tarixni bilaman, meni yo'qotishlari kerak tezroq. Tezroq yo'qotish kerakki, sen dalchi qo'y bo'lib yurgin yashab, mangra bir darda bir o'ttaylab qo'ysa alanga chaymali yurgin. Sen keraksan, количество uchun keraksan. Военныйga keraksan. Sen отходsan, lishniy materialsan. Отходный joylarga sizlar keraksizlar. Turmalarga, milisaxonalarga, boshqa joylarga 24 soat ular yotadilar, kayf qilib qarlarini qashab, sizlar nima deydi, havlini boqaydigan kuchukka o'xshab, sizlar boqib yuraysizlar. Tamam. Qarga bo'lmasang, milisaga bo'lmasang laqaylar yuribdi. O'ram bo'lmasang qalliqlar yuribdi. Biz turmagan bo'lmagan laqay qalliqlar ishlayapti. Qarga bo'lmagan hammasi laqay qalliqlar ishlayapti. Nima? Просто bular spokойно дальше делani olib ketadilar. Sizlar охранять qiling. Xolos. Vazifalaring bir kuchli roli. O'z vatanlaringni o'zlaring qo'llaringni bog'lab turib, boshqalarning qo'l oyog'ini, tilini bog'lab turib, bularga imkon beryapsizlarki, bular yana yolg'onlaynan, yana sizlarning vatanini o'zlarini kitib olsin. Sizlarga haq bermaydi. Men aytdim, barobarlik bo'lish kerak. O barodarjon degandan keyin u barobarjon bo'lish kerak. Na barodarjoni qo'li suxan tildan. O'zi qaragin. Hamma yanimdagilar men qalliq tarixini chiqarganimdan keyin hammasi menga dushman bo'ldilar. Hammasi. Barodarjonlar dushman bo'ldilar. Marhamat. O'zi mana shu tomoni ko'rinib turibdi. Yo'q, kallangni past qilib turasan, to'nqayu itaradilar, "O, sen yaxshi ekansan" deydi. Yo sen kallangni ko'tarding, sen dushman bo'lasan. Xolos. Yo to'nqayasan, itaradilar, yaxshisan. Indamay tursan, sen barodarjonsan, yaxshisan. Agar sen o'z haqingni talab qiling, sen o'sha kuni bularga dushmansan. Unaqa bular azaldan bizga dushman ekan. Nima biz haq bermay ekanki, biz o'z haqqimizni, o'z tariximizni, o'z tilimizni gapirishga tomonni o'zing bilasan qallig'im. Menimcha mana shu 21-asr yo qalliqni tirilayto'g'on asri yoki haqiqatan ham o'sha tarixga shu hali afsonalarda bir bor edi, bir yo'q edi, qalliq degan millat bor edi degan-ku. Mana shu bir bor edi, bir yo'q edi, qalliq degan millat bor edi degan afsonaga kirasizlar. Mana shu bor edi-da deydi qalliqlar. Shuni ham bir bo'lgan deb qo'yadi. Ki bugun sizlarning vaqti. Yo to'ra kelasan, haqingni olasan. Yo bo'lmasa yo'q bo'lib ketasan. O'sha tilingni alishtirayotganlaring yaxshi. O'zlaringni o'sharga. Neki sizlarni o'sha tillaringni ham alishtirsang ham bir predatel qatoriga, sizlar spiskaga qatorga borsalarga, "Ular predatel o'z tilini sotgan odam, bu seni ham sotadi, senga ham yaxshi qilmaydi bu" degan spiskaga kirib qo'yasizlar. Yo'llaring omon bo'lsin. Vale. To'g'ri aytasan jonim. Ko'p narsalar bor, ko'p narsalar bor. Bular hammasi keyin kirgan bu narsalar. Agar o'sha nom, o'sha narsa, uni faqat o'sha allan o'sha asrlarga yozilgan dokumentlardan
ko'rasan. Bo'ldi shu narsa yo'q. Bo'lmasa, keyin bu o'zi to'qi turib o'zini o'sha qo'shuv dokument yangi-yu o'sha nomlar ishlatilgan bo'lsa, ya'ni bu u dokumentlarga kirmaydi. Bu yolg'on dokument bo'ladi. Faqat o'sha narsa подтверждать qiladi. O'sha narsaki, o'sha zamoniga bor narsa. Chunki u almashmagan. Keyingi ala podelka dokumenti deydi-ku, misol olaylik. Bir dokument bo'ladi. Undan keyin keyinroq qiladilar, o'sha dokument taqiladilar. O'sha nomlarni faqat o'zlarining nomini tiqadilar, o'sha yerga qo'shib qo'yadilar. Mana shu yerga yozilgan, "Ha, ko'rding" deydi. Tamom. Shuncha uchun o'sha bir nomni tiqish uchun o'sha istoriyaning dokumentini podelka qiladilar. U faqat bu yangi yozilgan. Ya'ni u yozilgan emas. Buni faqat chernilalar, boshqa narsalar, ekspertizalar bu narsani dokazat qiladilarki, bu yangi yozilganmi yoki o'sha ko'hna yozilgan. Agar o'sha ko'hna yozilgan bo'lsa dokazat qiladi, yangi chernilalar bo'lsa agarki, misol chernilalar asrdan asrlarga farq qilgan kачестволari. O'sha kачестволарni biladilarki, bu qaysi asrga yozilgan bu chernilar. Agar bu 20-chi, 19-chi, 18-chi asrlarga yozilgan bo'lsa, 16-chi, 15-chi asrda nomidan yozilgan bo'lsa, agar chernila совпадать qilmasa o'sha asrda chernilasiga, bu falshiviy dokument bo'lib chiqadi. Bu falshiviy dokument bo'ladi. O'shaning uchun ko'p narsa falshiviy dokument bunog'in ko'p. Shu bitta nomni tiqish uchun ko'p emas. Bir nom o'shara tiqish uchunki biz o'shara bor edik degan, ina bizning nomi degan nomni tiqish uchun selli dokumentni falshiviy qiladilar odamlar. Faqat buni keyin ekspertizalar aniqlaydi chernilasidan. Cherniladan keyin aniqlaydilarki, o'sha chernila o'sha zamonga tegishlidir yo tegishli emas. Agar tegishli bo'lmasa, bu keyin yozilgan deydi. Mana Qur'onni ham shunday qilib chernilalardan aniqlaydilar-ku. Bir xil aytadiki, bu Qur'on falon asrda Qur'oni deb chiqaradilar-ku. Keyin uni ekspertizalar chernilalasidan keyin aniqlaydilarki, yo'q, bu asr emas, mana bu asrga yozilgan. Chunki bu chernila, o'sha rang mana bu asrlarga tegishli. Bu sen aytayotgan asrga emas deb yoki biron boshqa istoriyalarni. Shunog'in istoriyalarni poddelka ko'p qiladi. Insonlar yotmaydilar. Insonlar tarix so'zlash uchun, o'zlariga tarix yasash uchun kecha va kunduz ishlaydi. U qalliq yotibdan o'ra. O'z yeriga o'zi begona bo'lib yashayotibdi. O'z yeriga o'zi ko'chmanchi bo'lib yashayotgan bu qalliq. Yo'llaring omon bo'lsin qalliqlarim. Axini o'zlaring bilasizlar, ki aytaman-ku, shu yevreyda agar kim nima desa demasa. Kim nima desin demasin, qaysi inson yevreyga religiozniy nimaydan qaraydi, ya'ni ki diniy qaraydi. Qaysi inson bilmayman nimaydan qarasa, aksar odamlar faqat diniy qaraydilar bir-biriga. Men yevreyga bir inson sifatiga qarayman, bir millat sifatiga qarayman. Ki 1000 yillardan keyin o'z vatanlarini, o'z yerlarini qaytarib oldi. Bu faqat nimani ko'rsatadi? Yevreyda o'sha o'z millatiga bo'lgan ehsosoti edi. O'zini millat deb bilganligi edi. Chunki u narsani balasiga, nevarasiga, balasini balalariga, balasini hammasi bir-biriga daskanalna tushuntirib kelaydi. Hatto Samarqand, Buxoroga yoki bugungi mana shu o'zimizning yerlarga ham ko'p yashagan yevreylar. Neki mana shular hammasi o'z traditsiyalaridan, o'z tillaridan, o'z kulturalaridan bilaydi o'z kultura. Nimaga? Buni chunki ota bobolar o'rgataydi bularni uyning ichiga. Ko'chaga chiqsalar, bularga ko'chaga kun yo'q edi-yu. Bular o'zlarini yevrey deyishga qo'rqaydilar. O'z millatining nomini aytishga qo'rqaydilar. Bular o'zlarini har millat deydi, tojik deydi, o'zbek deydi, qozoq deydi, qirg'iz deb yuraveradi. Farqi yo'q edi. Neki uyning ichiga kelgandan keyin u bilaydiki, u yevrey edi. O'z millatini bilaydi. Shunoq tarbiya qilib keldilar. O'shaning uchun 1000 yillar Gitlerdan tortib Stalin dunyoning tarixiga kirgan
dunyoni tarixiga kirgan imperiyalar, Islom imperiyasi, Chingiz imperiyasi, boshqa imperiyasi bo'lsin, Gitler imperiyasi, Stalin imperiyasi, bilmayman, Angliya imperiyasi, dunyo bularni urganda, bularni o'ldirmagan odam qolmaganda o'zi. Hali qanoqdi shu kommunilen yevreyga napadat qilganda. Любой inson yevrey o'ldirgan, yevrey napadat qilganda. Любой imperiya tushib qo'ygandan keyin yevreyni bo'yniga o'rtaverganda. Yevrey gnagor degan. Shu Gitler ham chichgandan keyin yevreyni bo'yniga o'rtgan, yevrey gnagor. Stalin ham chichib yorgandan keyin yevreyni bo'yniga o'rtgan, yevrey gnagor. Bilasizlar, 6 million yevrey o'ldirilgan. 6,5 million yevrey o'ldirilgan 41-yilga. 41-45ga 6,5 millionni 7,5 million yevrey o'ldirilgan, oloqqa solgan, gazga solganlar, yevreylarni o'liklari bilan pechka tapit qilib odamlarga issiq suv berganlar. Ya'ni bu darajaga davr yevreyni ustiga nafrat qilganlar. Nega yevrey o'shaning uchun aytaman-ku, bir dona yungi-ku, bir dona yungi o'zlaringiz tomon tushunib olingan. Ana shuni qalliqni yog' bo'lib ketayotgan qalliqdan baland. Chunki o'z huviyatini yo'qotmadi. Shuncha narsaga yo'qotmadi. Xitoy ham ularni o'ldirgan. Yaponlar ham ularni o'ldirgan. Dunyoga biron millat qolmaganki yevreyga nafrat qilib o'ldirgan bo'lmas. Hamma bechoralarni o'ldirganlar. Hamma. Neki o'z huviyatini sotmagan. O'z millatini sotmagan. Aytaman, mana shu yerdagi 7 pushti mana shu yerda o'sgan. O'sha so'rayman o'sha tanishimdan ki, misol seni bobolari nima deb vataning qari deganga nima degan o'yla kelgan kallasiga deb men savol beraman. Представить qilingki, o'sha zamoniki Yeruzalim bugungi o'sha yevrey davlati bo'lmagan o'sha zamonda bularni hissiyoti nima? Shu dunyoga hech vatan patan hech narsa yo'qdi. Представить qilasizlar. Dunyoga shuncha ozovlar, to Gitler boshqasi shuncha ustiga shuncha bombalar yog'ib ozov bergan chenga, shular bobolari ham bizni vatani bu ekan-da. Bizni vatani Yeruzalimda ekan. Ya'ni shu narsani bir-birini quloqiga quyib kelganda bizni vatani bu. O'shaning uchun bugun maydagina go'daga sadik boradi, birinchi sinf boradi, bormaydi bilmayman. So'ray o'shani, go'dang boradi, birinchi sinfga bormaydi. Vataning qaridi desam, Yeruzalim deydi. Bo'lmasa bu yerda tug'ilgan. Otasi ham shu yerda tug'ilgan, bobosi ham shu yerda tug'ilgan, bobosining bobosi ham shu yerda tug'ilib o'sgan. Shu o'zi ham shu yerda tug'ilgan o'sha go'dakcha. Vataning qara desang Yeruzalim deydi. Ya'ni qanday unga vatan borligini, huviyatini qanday quyib o'stiradi go'dak. Bugun sen qalliq o'z yeringa turib o'z vataningni ayta olmaysan, meni vatanim deb. O'z balanga qalliq tilingga gapira olmaysan. Qo'rqishingdan, chunki agar gapirding o'ldiradilar. Avval seni o'shuni uchun nima qilasan? Ket tojiki gapir, ke mening namini gapir. Yo'q, uchinga sen o'z tilingga gapirishing kerak ekan. Yo'q, shuni men tilimga gapirasan. Neki bugun o'ldiradilar seni. Bugunga davr chichib yurgansan jonim. Kekay, tog'asini jiyani, tog'a deb tog'ang itarab yurdi quruqlab. Bir qaradingki, ko'ting tay ho'l bo'lib yotibdi. Endi haqingni so'ra olmaysan. Bugun o'zingning millatingni ayta olmaysanki, men qalliqman deb. Bugun qalliqman degan millatingni ayta olmaysan. Qochib yuraysan. O'zingni bilmayman. Ey joning omon bo'lsin qalliq. Ko'raman qona, agar sizlarning nomusi bo'lsa, men sizlarga tarixlaringni aytdim, hammasini aytdim ki bu Tojikistonning bugungi yeri, bu mana shu Tojikiston bo'lib turgan yer, hudud
Sug'da aytayotganman, sug'dan u tomon, Perevaldan u tomon, o Badaxshon tagidan bu tomon. Mana bu jerga to'li, bu tomonlar bu bular biron vaqt istoriyaga Eroniy til imperiyalarga kirmagan. Ya'ni Forsiy til imperiyasiga kirmagan. Bo'lmagan ularning ta'siriga. Biron vaqt. Hattoki shu Somoniy deydi-ku, u tomonlar Somoniyni ham ta'siriga bo'lmagan. Biron marta Somoniy imperiyasini qadami tegmagan u tomonga, o'sha 90 yillik imperiyaga. 90 yillik bir boshqa o'sha imperiya bilan Somoniy imperiyasi bilan bugun dunyoga millat da'vo qilib yuribdi. 500 yil imperiyasi bor qalliq Mushrg'oqov o'z yeriga ko'chmanchi bo'lib yuribdi. O'shaning uchun men aytamanki, Yevreyni bir dona yungi siladan baland deyman-da. Benomusni men yaxshi ko'rmayman. Nomusi bor insonni men yaxshi ko'raman. U kim bo'lsa bo'lmasa. Chunki unga nomus bor. Bilasizlar shuni. Men shu Chechenni rahbarini aytdim-ku, men dedim shu nomusini yaxshi ko'raman. Endi men uni kimligini aytmayman, nomusini dedim. Yaxshi ko'raman. Nimaga deganga, men shu 1,5 million bo'lib turib, 150 millionni gapirgani qo'ymaydi. 1,5 million. Ikkinchi armiya dunyoga Rossiya. Ikkinchi quvvat dunyoga Rossiya. Shuni gapirgani qo'ymaydi. 1,5 million. Yadernisi bu dunyoga Amerika hurkadi Rossiyadan. Yevropa hurkadi Rossiyadan, uradi bizni deb. İchiga turib 1,5 million ku 150 million niq etgani qo'ymaydi. Mana bu g'ururni yaxshi ko'raman-da. G'urur bor insonni yaxshi ko'raman. Qalliq emas, o'z yeriga turib, o'z tilini, o'z nomini, o'z yerini sotib yurgan qalliq emas-da. O'z huviyatini sotib yurgan, o'z balasi bilan boshqa tilga gapirib o'ltiribdi-da uyga-da. Tilini kesib olgim keladi-da bir xil vaqt. Shuni achchig'im kelib ketadi-da, begona emas o'zingniki. O'z balasi bilan-da gapirib o'tiribdi. Tilini sotib. Mayli hay ko'chaga gapir, hay ko'cha, общественный joy, mayli gapir, ishxonanga bo gapir. Uyingning ichiga sen balangni gapira olmaysan, ey balam men qalliqman. Sen qalliqsan men allama, uni gapirma. Men Yevropaga turib, men jiyanlarim bilan balalar hammasidan birtasi men agar tilini kesib olaman. Qalliq gapir meningni. Men qalliqman. Sen menidan gapiryotsan, ko'chaga mayli chiq gapir. Ko'chani tili. O'risi gapir, anglisi gapir, fransuzi gapir, tojiki gapir. Ko'cha norma. Qaysi tilga gapirsan? Uyni ichiga men eshitmay. Boshqa tilga gapirganingni. Men mana buni prinsipim bu uyimda. Uyni ichiga yoki mana bu qalliq, sen qalliq. Ko'chaga bo'lsan, qara bo'lsan, bir-biringdan men eshitmay boshqa tilga gapirganlaring. O'zing tilingga gapir. Seni tilingni dushman degan odam dushmaning bo'ladi. Buni yodingdan chiqarma. Seni tilingni dushman degan inson seni dushmaning bo'ladi. Shattalikni ko'ziga qarama, o'ziga tufla. Kim senga shattalik qiladi? Dunyoni odamlar shattalik bilan olganlar. Yolg'oni shattalik bilan. Bu narsa o'zi hammasi ko'rinib turgan narsa. Buni ko'zdan yoshira olmaysan. Jonim omon bo'lsin qalliq. Yuzga kirgan. Ne nomusing bo'lmasa yuzda nima qilasan? Tezroq o'lib ketsang yaxshi, tinch bo'lib qoladi qalliqlar. Shuni emasdi? To'raka nomusingni difo qil. O'z nomusingni talab qil. Seni nomingga yer bo'lish kerak. Oblast, qalliq oblasti bo'lish kerak. Bilasan? Qo'lingdan kelib yeringni, noningni, nomingni, farhangingni tartib olgan, o'ziniki qilib o'tirgan. Yog' narsadan nom so'zlagan. Yog' narsa, bu narsa yo'q.
lekin nomsozlarga. Sen murding murshurga oqib yuravergin. Joning omon bo'lsin, 100 ga 40 qancha aytay senga. Mana bu yerga bo'lmagandan keyin, ko'tingni ishlatib yuraverasan, boshqa nima qilasan u tomonni. Shuni olmasdi jonim qallig'im. Hozir bu jonim. Hozir shansing bu, tarixing bu, chiq kovlagin tarixingni. Birta sen tarixing uchun to'ra keladi, seni dushman deydi, o'ziga tufla itarib yorgan orqasidan. Seni tarixingni kovlashga haqqing bu, meniki yo'q dedi. Sen kimsan o'zing vobshe dedi. O'sha bo'yning kallangni ekkaning uchun, shu qalliq kallasini ekkan uchun ko'ti to'nqayib, ko'ti ochiq qolgan. Faqat kallasini ehtiyot qilganda kallamga tegmasin deb. Ko'tni qaramaganda bugun ko'ti ochilib yotibdi hammasi. Itarib yorganlar hammasini. O'shaning uchun indamasdan bugun o'z qo'llaridan o'z tarix, o'z vatanlarini ularni yaniga turib, ularni boqib yotibdiki, sizlar bizni yo'qotinglar, mana bizni yo'qotinglar deydi. Mana biz yordam berib turamiz. Yolg'on narsalarni to'qingga, biz o'ynaymiz, qarsak urib beramiz deydi. Mana qallig'lar. Mana laqaylar. Laqaylarning tarixi bulardan alin laqaylab yura kelganlar-da. Marhamat, bulardan alin laqaylab yura kelganlar. Marhamat. Laqay ham shu ahvol, qallig'i ham shu ahvol. Ikkalasini ham o'ynatib yurgan Allohim. Jonlaring omon bo'lsin, men ketdimki, men vaqtim yo'q, sal siyim kelyapti, bir siyib yorayki. Yaxshi qo'ling jonim.